bilan Ozodbek obunachilar endi lak yig'inglar. Juda ham kam lak yig'yapsizlar. Shaderli Minecraft ko'ringlar. Zombi apokalipsi yana videosi birinchi qismi chiqadi. Tezroq endi bo'linglar obunachilar. Sizlar uchun shuncha harakat qilyapmiz. Obuna o'qinglar, like bosinglar ko'proq. Bo'ldi, agar videolar chiqmaydi, faqat shortlar chiqadi. Sizlarga yoqayotgan bo'lsa tezroq like bosib qo'yinglar, davay. Sizlar bilan endi anaqa olamiz. Hardcore Minecraft, hozir o'zimiz Minecraftda mana cho'chqa nechtada o'ldirishi ko'rsatamiz. Qani videoga ketdik. U mana o'zimiz Minecraftda cho'chqa nechtada o'ldirar ekan. Bitta, ikkita, uchta, to'rttada o'ldirdi. Endi hardcore Minecraftdachi hozir mana endi hardcore Minecraftda ikkitada mana ishonsanglar yana bitta, ikkita. Mana. Bitta, ikkita. Hardcore Minecraftda ikkitada ekan obunachilar. Ikkitada o'lib qolyapmiz. Hardcore Minecraftda ukam bilan olaman obunachilar. Qani videoga bo'lsa ketdik. Sizlar bilan legendarniy Davlatbek. So'rash. Hammaga salom. Akam videolarda chiqish uchun like bosinglar. Davay like bosinglar bu mana videomga chiqish uchun. Davay videoga ketdik. Mana obunachilar, cho'chqa qanaqa qilib bilamiz desanglar, mana buni tashib yuboraman. Cho'chqa meni uradi hozir. Ikkitada o'ldirish kerak bo'ladi. Bitta, ikkita. Orqamizda qishloq bor ekan, qishlog'iga ketdik. To'g'risi set-pet terganim yo'q, shartda kirganimda shunaqa paydo bo'ldi. Shuncha obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Ketdik qishlog'iga, yur. Xohlasang daraxt ham chopib kelaver. Bu narsalar yig'ib turaman. Ayniqsa ovqat. Bu maqsadimiz shu uy qurish yoki shu qishloqda yashab qolish. Hech narsa terganim yo'q, o'zi paydo bo'lib qoldi bu qishloq. Yaxshi. Narsalarni almandi ekan obunachilar. Obuna o'qish esinglardan chiqmasin. Ukam yoki boshqalar chiqishi uchun like bosinglar. Shuncha aytaman va hali ham like bosmadinglar obunachilar. Mana shu karchi, mana shu yerda yashab qolishga harakat qilamiz. Zombi apokalipsi videosini chiqarsam, ammo like yig'mayapsizlar. Like yig'salar chiqaman obunachilar. Bu sazi deb o'ylagandim obunachilar. Obunachilar, sizlarga bir narsa aytaman. Shaharda yashab qoling. Shahar deganda shahar emas, anaqa minora anaqalar. Nimada qala, ha, qalada yashab qoling yoki anaqada yashab qoling. Hozir mana qaytdik. Qalada yashab qoling yoki qishloqda mer bilan gaplashib bu qilib yoki qalada yashab qoling. Qalada men o'zim boshliq bo'laman. Aytinglar yoki qalali qishloq qiling. Xohlaganinglarni aytinglar, men qila olaman. Nima qilay obunachilar? Qalali qishloq qilingmi? Boshqa narsa qilingmi? Bular kerakmi senga? O'tiramiz. Xohlang yoki boshqa Minecraftda yashab qolingmi? Bunaqa Minecraft yoqadimi? Shaderlimi? Bu shadersiz Minecraft. Qaysi biri kommentga go yozib ketinglar. Qaysi Minecraftda yashab qolaylik? Qishloqdami? Mer bilan gaplashib, agar ana qalalardami? U yerda o'zim boshliq bo'laman qalada yoki shaderli Minecraftdami? Shaderli Minecraftda xohlaganinglarni. Yoki anaqadan ham qishloq ham anaqa nima dedim? Qala. Shu ikkalasi bo'lingan. Qaysi bir tanlaylar, xohlaganinglar. U normalni qishloq ekan. To'g'risi menga yoqdi. Yozib ketinglar, tezroq menga g'ola keladi, shunaqa qilaman. Hali zo'r videolar chiqazaman, xudo xolasa. Endi shu yerda yashab qolamizmi uka?
Shu yerda yashab qolamiz yoki ketib o'zimiz uy quramiz? Bittasi qolaveradi. Qaysan uying? Tez sanlar. Kampus uyi. Yo'q, meniki uy. Mani uyi mani. Qani? Bo'ldi. Kichkina uyda yashaysan? Oo, toshli. Eshik kerakman. Taxting bormi? Yo'q. Hadi chop. Men ko'p olib kelib. Men o'zimga eshik o'g'irlayman. Obunachilar, obuna bo'lishni unutmanglar. Yoqyaptimi videolarimiz? Kommentga yozib ketinglar. Go. O hali ham like bosmadinglar-da, ko'nglim sezib turibdi. Iltimos like bosinglar. Like bosganni tushiga Alloh ko'rsin. Davay. Kim like bosalar ekan? Onasini yaxshi ko'rganlar like bossin va obuna bo'lsin. Real Madridni yaxshi ko'ruvchilar obuna bo'lsin va like bossin. Barselona yaxshi ko'ruvchilar komment yozsin. Realchilar ham like bosaversin. Komment ham yozsin. Men ovqat muammosini hal qilyapman. Menga tez olib kelgan. Shuncha olib yuraverasiz. Videomiz qanaqa chiqyapti? Ko'p chiqyapti-ku obunachilar, ammo shuncha harakat. Bir kunda nechta video qo'ymayapmiz? Ay shortsiz, faqat short so'ram. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Bo'ldi, daraxt chopur, xohlasang. Shaderli Minecraftni tortishni ham o'rgataman 70 tilakdan keyin ko'ringlar. Agar uyimni kuchaytirib tashyapmiz. Nomanli. Ay, qaysi biri menga kerak bo'ladi? Menimcha eng muhim kirka deb o'ylayapman. Mayli, hozircha hech narsa qilmaymiz. Eng muhim kirka deb o'ylayapman. Men endi ovqatni qilaman. Sen daraxt chopib keyin toshga o'tgin, Men ovqat yig'ishga yig'aman. Senga beraman, bo'l. Shu dirli Minecraftdan qo'ylarga ism qo'ysa bo'ladi. Yemayman yo'q. Devan kerak bizga. Xo'sh, obuna o'qinglar. Qishloqqa gapir menga. Obunachilar yoki obuna bo'lmaganlar nima qilsin? Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib like bossin. Obuna bo'lganlarchi hamma videoga like bosib chiqsin. To'ppa-to'g'ri, malades qishloq. Xo'sh, mana shaxta ham bor ekan, Kel. Yonimga. Senga ham eshik olib turaman senga. Mana eshiklar bor. Eshiklarni o'ramiz. Sen qo'ylarni ham o'ldirib yuravergin. Qo'y, endi. Bu qishloq yoki bo'g'ish hayotda ham olaman obunachilar. Zo'r ketadi. Agar bilsanglar, bo'g'ish hayotini qarshi qishloqdagi sedini yuboringlar. Shu yosib ketinglar sedini. Bo'ldi-ke, demayasizlik. Voymayo, obunachilar mana bu qarang. Ovqatlar ham ancha yeb qo'ydim. Chunki hammasini qilib kelyapti. Ovqat yig'dingmi? Ovqatni tashlachi. Hammasi senga tushib qo'y.
hamma narsani tayyor qilib qo'ydi. Men senga echki qilib qo'ydim. Ovqatda mendan ko'p yig'ibdi ovqatda obunachilar. Obuna bo'lish esinglardan chiqmasin. Like, davay. Qo'ychiga yetamiga. Shidilni Minecraftda qo'ydan go'sht tushadi. Qo'ydan. Vaqtga uyimga. Mana non. Ikkilamizga teng bo'lishamiz. Faqat menga sal ko'p. Men senga deyman. Bo'l. Keyin men sandiqga anaqa qilib olaman. Xohlasang ular olib ketaver. Sandiqga bitta go'sht, menda ham bitta qoldi, yana ikkita non. Keyin anaqa. Va sandiq ko'p, menda 3 ta dona qoldi. Bo'ldi, uxlab olaylik, bor uyingga. Uxla, devaning yo'q. Уже yurolmay qoldim. Oxirgacha shunaqa. Ertaga ko'mir topish kerak bo'ladi. Mayli, uxlab olamiz. Men uyimni yangilayman. Hozir zo'r qilib tashlaymiz. Birinchisida bu boshqa joyga qo'yamiz. Yo'q, mana buni olsak. Hammasini joylashtiramiz, obunachilar. Buni sandiq vaqtga. Bog'lasan sandiq. Yasab bering. Taxting yo'q. Menga berording. Mana uyimga qo'yib qo'yaman. Tashib ketaver. Uy ichiga solib olmaysan? Mana olib ketaver. Men uyimni yangilayman. Shunday yoqsak. O'tishga ham xalaq bo'lmaydi. Uyimni chiroyli qilish kerak, hali pechka kerak. Men senga kirga beraman. Menga tosh bilan pechka borgan, ammo mayli. Menga anaqa olib ber. Tosh bilan ko'mir. Yo'q, tashib ketdim. Obunachilar, endi xayrlashamiz. Keyingi video shunga 5 ta komment bo'lish kerak. 4 ta emas. Mayli, sizlar uchun 4 ta dona like bo'ldi. Video tugadi. Obuna va like esinglarda